Ahror aka, The Sun nashri Ronaldoning Al Nassr bilan yangi shartnomasiga bog'liq ma'lumotni berdi, ya'ni qancha ishlab topishi. Va bu xabarni o'qigunimcha Cristiano Ronaldo yangi shartnomasiga ko'ra 50 yevro atrofida ishlab oldi do'stlar. Va har xil ma'lumotlar chiqyapti. 400 million yevro bir yiliga. Keling, Fabrizio Romano bergan ma'lumotni aytib o'taman sizga. Yiliga 178 million funt sterling. Kurs boshqacha. Endi qarang, haftasiga 3.4 million funt sterling, ya'ni oyliklar bo'linib ketyapti do'stlar. O'zi bilasiz, mana shunday unikal shartnomalar futbolda juda kam bo'lsa ham, Ronaldoga u tarafda menimcha Messiga faqat berilsa kerak. Al Nassrning 15% egalik huquqi. Bu taxminan 33 million funt sterlingga baholanmoqda. Mana shunday, bu Fabrizio Romano berayotgan. Siz bilan ko'rgan ma'lumot ham bor. U yerda summa juda katta. Bu Fabrizio Romano The Sun nashriga tayanib bermoqda. Tasavvur qiling, 15% egalik huquqi. Yomon emas? Yomon emas. Zo'r. Yo'q, hali yana bor, davomi ham bor buni. 24,5 million funt sterling bonus agar shartnomaning 2-yilini faollashtirsa, ya'ni aktivlashtirsa. Yana o'ynasa. 2027-yilgacha o'ynab bersa, yana shuncha bonus beradi. 2-yilda esa 38 million funt sterlingga ko'tarilar ekan. Hozir 24,5, keyin 38. Cristiano Ronaldo ham biznes ham futbol qilayotgan, menimcha juda kam sonli, agar bitta bo'lmasa futbolchi. Ikkita. Bittasi Messi yana. Endi do'stlar, eng qizig'i, Ahror aka, har bitta futbolchi buni orzu qiladi. Har bir gol uchun 80 ming funt sterling bonus. Har bitta gol uchun. 2-yilda bu 20% ga oshar ekan. Va har bir assist uchun 40 ming funt sterling bonus. Tasavvur qiling, dubl qayd etib bitta o'yinda oylikdan tashqari dubl qayd etib bitta assist amalga oshiradigan bo'lsa, 200 ming funt sterling ishlab oladi 1,5 soatda, 90 daqiqada. Va bu ham 2-yilda 20% ga oshar ekan. Agar Al Nassr Saudiya Arabistoni Pro Ligasi chempionligini qo'lga kiritsa, 8 million funt sterling bonus. O'ziga. Ronaldo uchun, mana chempionlik uchun. Va oltin butsani qo'lga kiritadigan bo'lsa, Saudiyada 4 million funt sterling bonus. Bu o'sha Ronaldoni shartnomasiga ko'ra qancha ishlab topishi, o'zi nima uchun Saudiyada qolganini, ya'ni sabab qilib ko'rsatyapti. Gap bu yerda pulda emas do'stlar. Gap buncha pul kimga taklif qilinayotganida, pul qanchaligida ham Ronaldodan boshqa futbolchi bo'lsa, unchalik taklifi bo'lmasdi albatta. Xo'p, Osiyo Chempionlar Ligasidagi yo'llanma olsa va g'alaba qozonsa, 6,5 million funt sterling bonus. 6,5 million. Bu oddiy futbolchining balki butun umr faoliyatida topadigan oyligi ham bo'lishi mumkin. Al Nassr tomonidan qoplanadigan 4 million funt sterling, ya'ni bilasiz, Cristianoning shaxsiy samolyoti bor. O'sha 1 yilda 4 million funt sterling shunchaki samolyotni xarajatlari, ya'ni o'sha yoqilg'i quyish, uchuvchilar, boshqalar. Al Nassr tomonidan va'da qilingan yana bir narsa bor ekan. Saudiya hamda Osiyo bozoridagi yirik kompaniyalarni Ronaldoga reklama uchun yo'naltirish. Bu kamida 60 million funt sterling reklama shartnomasi degan. Va 16 kishi, jumladan 3 ta haydovchi, 4 ta uy bekasi, 2 ta oshpaz, 3 ta bog'bon va 4 nafar xavfsizlik xodimi to'liq ish kunida Cristianoning uyida ishlaydi. Uni xarajatlari ham Al Nassr qoplaydi. Bog'bonlarga havas qildi, to'g'risi. Tabiat bilan ishlaydi va Cristiano Ronaldo bilan birgalik. Omadini bersin. Nimadir hisobda adashib ketdim, qo'shib kelyaptimi? Ahror aka 40 yoshda futbolchi. Hali beri menimcha tugatmaydi. Daraja, yaqinda Messi ham aytib o'tdi-yu, o'zim tarjima qildim o'sha videoni. U hali ham top darajada o'ynab yuribdi. Men juda hurmat qilaman uni mana shunday o'yin ko'rsatayotgani uchun. Va Ronaldo ham albatta mana shunday oylikka munosib. Menda hozir bitta narsada anaqa paydo bo'ldi. Umid paydo bo'ldi. Jahon chempionatidan keyin Ronaldo menimcha Yevropa chempionatiga 2028 ga bormoqchi ekan. Bo'lishi mumkin. Bu shartnomalar asosida shunaqa deb bilmadim. Agar City Football Group O'zbekistonda qaysidir klubni xarid qiladigan bo'lsa va Ronaldoni taklif qilsa, menimcha O'zbekistonga ham kelishi mumkin. Lekin Saudiya Messini olib kelmoqchi ekan-ku. Agar unaqa olib keladigan bo'lsa, menimcha Yevropa ham Saudiya chempionatini yanada ko'proq kuzatishni boshlaydi. Kuzatishi, translyatsiyalar sotilish masalasida bilmadim. Bu endi shunga yarashib mehnat qilgan. Shu do'stlar,